Alab tuklarini shilib olgan. Bu tomondan ikkitasi qop-qora. O'zini tutib yurishini ham qarang, xo'rozga o'xshab. Tumori originali shu bo'ladi. Voy, tumori bor ekan. Tumori bor ekan. Billah. Yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 12-mart 2026 biza yana boshladik, xudo xolasa. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Abdulaziz aka, bormisiz? Yaxshi yursizmi? Yaxshimi aka? Rahmat, alhamdulillah. Yo'q ketdingiz aka? Yo'q bo'lib ketdim. Hammaga assalomu alaykum va rahmatulloh. Boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib yo'q bo'lib ketdim. Sababi shu. Lekin xudo xolasa tashab qo'ymaymiz bu yog'iga gaz. Inshaalloh. Aka kanalda qancha podpischilar bor u? Ha, gapirmang. Abdulaziz qachon ot chiqararkan deb kutgan aka-ukalarga bugun xudo xolasa. Boshqachasi aka. Xudo xolasa. Otni danchagi tozasimi deyman a? Tozasi aka. Rang ro'ylarini qaranglar. Hammaga Ramazon muborak bo'lsin. Xudo xolasa inshaalloh barakasini bersin ishimizdan. Labbay. Danchagi ham aka, hozir ko'rsangiz juda ingichka, haligi o'zimizni qora bayirga o'xshagan ko'payib ketdi-da. Ha. Buni formasiga bir baho bersan, uzunligiga, mana otda orqa sonlariga. Ot aka stereotipli danchak deydi buni. Ha, stereotipli danchak, shunaqa paroda bor. Formalari shu xuddi rasmdagidaqa bo'ladi-da. Ha. Endi aka, jonivorni men o'zim noyabrda, oktyabrda oldim aka. Yaxshi ko'rib. To'qqiz yo'q bitta aka. Ko'zlardan joyda. Ay. Zukka. Tezligi, g'ayrati joyida otdi. Joydami? Tarbiyasi ham xudo xolasa zo'r kelgan aka. Zominda 18-noyabrda uloqqa ham solganman. Zomindami? Zomin Jalir Ahror akanikida. Qo'noqda bo'lganmiz. Uloqqa chiqmasdan turib Ahror aka shuni uchta ot o'tirganimda Abdulaziz hozir ot sotuvdim. Sotasan. Danchaging sotasan. Men otlarni qo'lga borib keyin borganman-da. Borsam otni minib ko'rib, ajada uyga kirmasdan turib baho qilishni boshlagan. Yaxshi ko'rib, aka otni undan keyin ham juda ko'pchilik xaridor bo'lgan. Mashalloh. Zominda Ahror aka 4000 dollar qilganlar. Ikkinchi kun ham qo'noqdan keyin ikkinchi kun ham ketirgan kunimiz Abdulaziz ot sotmenga deb 2 kun so'radilar. Lekin qandaydir shu otni yaxshi ko'rdimda o'zimni olib qoldim aka. Kelsangiz forma bichim aka kamdan kam tushiradi buni. Mashalloh, kelgan ekan, qaranglar. Kimdir yurga so'rashi mumkin buni bolaga. Endi otda aka o'zini tutib yurishini ham qarang, xo'rozga o'xshab. Asli maqtov Xudoga xos aka. O'ziga. Otda bor narsasini gapiramiz. Bu to'g'ri. To'g'ri tushunishadi aka-ukalar. Mashalloh deb yozib qo'yasizlar. Xudo xolasa kommentariyaga bizdan talab qilinadigan narsa shu. Subhanalloh. Chiroyli ot ekan, baland ekan, katta ekan. Qo'yib yubormayman aka. Ramazondan ham ancha oldin to'xtatib qo'ydim ot. Shu hisobiga. Lekin aka tezligi bor-ku. Ko'pchilik xohlaganda bu tezlikda, nima tezlik? Teza? Og'zi ham shu qoqqan joyga to'xtaydi. Mashalloh. Endi aka otga yuvoshligini ko'rsatib qo'yaylik. To'rtta tuyog'iga hayvonni baylab turibdi. Bu ta'rifi qanaqa? Necha yashar buningiz? Aka 9 yashar. 9 yashar. Mashalloh. 9da. Bo'yini aka el ko'rsin. Mana. Haligi bir nima deydi? Ko'pchilik mazza qiladigan joyini aytaman hozir. Bo'yini 1.65 ga ozgina yetmaydi aka. 1.60 ga beraveraman. Voy ana. 1.60 plusga olishdi. Ana 1.60 plus deb olinglar. Yoshi 9 yashar aka. 1.60 dan baland, katta, kichkina ot emas. Ot tishini mana aka, tagidagi qoralarni ko'rib olishingiz. Ikkita chekkasida to'rttasi bu tomondan ikkita, bu tomondan ikkitasi qop-qora turibdi aka. O'rtadan ikkitasini oqartirgan. Yoshi 9 yashar. 9 yashar. Oxiriga yosh bolaga va shu yuvosh. Bitta aybi bor, ovqatini qizg'anadi, yemini. Yemini qizg'anadi. U nima degani? Endi yem yegan paytda quloqini chimirib turadi. Yem yegan paytda quloqini yaqinlashganga. O'shaning uchun sotayotganda aybini aytib sotish kerak. Ba'zi kimdir gadir telefonda bu gaplarni ayta olmasligimiz mumkin-da. Otda mana shu aybi bor, quloqini chimirib turadi, juda strashli emas. Nomiga. Yuvoshliklar aka to'rtta tuyog'iga mana taqani o'zi ko'taradi, oyog'ini silasangiz qarang. Mashalloh. Shunaqa darajada yuvosh. Bu otdan keyin qovurg'asini qarang. Qovurg'asini 2 kilodan yem yeb turibdi xolos aka.
Men bu hozirgi otni paytda. sotish maqsadida semirtirib yoki bir narsa qilganim yo'q. Hozir zo'rg'a qashlab tuklarini tugatdim aka. Shunaqa darajada tuk bosib ketgan ekan. Bir 1,5 oy 2 oydan beri ot minilmasdan turadi-da. Orada ozgina bitta ot bilan tishlashib qoluvdi. O'shani hisobiga oyog'idagi tuklar sal chiqib olsin dedim. Oyog'ida mana oxirgi ishqalab tuklarini shilib olgan ekan. Bitta ot bo'shalib kelib, buni tishlaman degan, bu injiqlik qilgan, qochaman deb harakat qilgan. Otda aka bitta kalla boshini ko'rsatib qo'yaylik elga. Ko'rsating. Hozir aka. Arziyirkan, arziydi. Yuvoshligini ko'rasiz aka buni. Ana ko'klam kelib qoldi-ku aka. Men bundan bag'iga ot ko'kka olib chiqib qo'yib aka. Voy, yurgan. Mana kirib qoldi. Aka mana kallani qarang. Mana. Haqiqiy odam orzusidagi otda. Mashalloh. Ko'kka qo'yib qo'yib. Otni g'itir qilib yeganini eshitish kelmaydi. Otni laqabini Tumor deb so'rashadi. Tumor. Mana. Tumorning originali shu bo'ladi. Voy, tumori bor ekan. Tumori bor ekan. Mashalloh. Nima deysiz bunisiga? Gap yo'q lekin. Nima u? O'zini tumorimi? O'zini tumori aka. Gap yo'q. Buni prognozim mendan oldin bo'lgan bu narsa. Otni tezligiga kimdir mos tusha olmagan. Otni to'xtata olmagan. Ot yo qayergadir borib o'zini yiqitgan. O'shanda mana shu yerda chandig'i mana o'ziga mos bo'lib tumor bo'lib qolgan. Mana haqiqatan tumor. Tumorligicha qolsin olgan odamga ham. Laqabini ham Tumor deymiz aka. Ana laqabi ham Tumor, o'zi ham Tumor. Aka yuvoshligini qarang. Mashalloh. Hozir tepasiga chiqqaningizda g'ayratini ko'ring. Mana hozir o'zi yurganingizda yuvoshligini ko'ring. Orqangizdan yurib bale. Masalan, uncha-muncha ot kallasida yurgan yo'qligini his qiladi-da aka. Qochish harakatini qiladi, xitrlik qiladi. Bunda unaqa narsa yo'q aka. Nimaga desangiz, men buni noyabrdan beri boqaman-da. O'zimni sinovimdan o'tdi bu ot. Yurgan soldirishga mana aka. Mana. Yurgan soldirishga qiynab, kallasini aqabaqa tashab, qiliq qiladigan ot emas, yo minganda turmaydigan otlar bo'ladi-da. Aka otni har tomonlama shuncha ot ushlagan bo'lsak, ot har tomonlama xarakterini yaxshi ko'rib, ularni minib yursam bir ot mingandan bo'laman deb niyatda olganman buni, to'g'risiga. Bu qilsam mana olganimga taxminan 7 oy, 6 oy bo'ldi-da. Oktyabrdami, sentyabrda keluvdi deb ot menga. Shu bo'yi yoqtirib qolganman aka ot. Mashalloh, zo'r ekan, chiroyli ekan, ko'z tegmasin, mashalloh. Subhanalloh. Minganda ham aka mana. Xo'p ketmaydi. Bunaqa xarxasha qilib. O'zi ustiga chiqdingiz aka. Kichkina ot emas, 160 plusga olishsa mayli deyaptilar, lekin buni 165 plus deydigan otlarimiz bor, u shunaqa otlar bu. 65 ga ozgina yetmaydi. Metr solganman aka. Ana. 60 dan o'tadi. Katta ot so'raganlarga. Xorozida aka yurish. Xo'rozi ekan, mashalloh. Tumor. O'sha zominda meni yurganimda ham ko'rganlar bo'lsa kerak, kommentariyaga yozishadi. O'shanda 3 ta ot olib borgandim, ikkitasini sotganman. O'shanda bittasini buni yaxshi niyat qilib olib qoldim. Mashalloh. Xullas endi yaqin qilib ot narxini aytaylik aka. Zo'r bo'lardi. Ot narxini aka Qiziqarli bo'lyapti. qo'lga tegadigan qilib, sotiladigan qilib. Shunaqa. Anchadan chiqarmaymiz. 5,5 ming so'm kami bor aka. 5,5 ming dollar kami bor. Ana. 5,5 ming dollar kami bor aka. Gap yo'q. Yuragi butun aka. Solgan joyingizga boradi. Endi ulog'iga keladigan bo'lsak, zominda soldim. Shundan keyin men buni juda aqabaqa qilmadim-da. Orada silyot bilan kelib qoldi-da, uloqlagan o'zim kam chiqdim aka. Shu hisobiga uloqlaga solib ko'rmadim. Ulog'iga bir narsa javob olmayman aka. Hozir garantiya degandagi ulog'ini ko'rish kerak. Uloqqa galaga shuna kallasini tiqqan otga garantiya deb bo'lmaydi-da. Bir taka ushlab qochirib, keyin bir sinovdan o'tsa, yana garantiya desa bo'ladi. Ramazondan keyin savdo bo'ladigan bo'lsa, uloqqa solib ko'rib olishaveradi. Ramazonda uloq yo'q, yoki uloq bor joyga olib chiqib, solib ham ko'rib olishaveradi. Pulini unaqa qimmat aytmadim aka, sotiladigan qilib 5,5 ming dollar kami bor.